Mudofaa vazirligiga biriktirilgan, alohida ishlash talab etadigan, jinoyat sodir etishga moyil bo'lgan og'ir toifadagi yoshlar bilan ishlash tizimi. Alohida ishlash talab etadigan, jinoyat sodir etishga moyil bo'lgan og'ir toifadagi yoshlar bilan ishlash tizimi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tashabbusi bilan tashkil etilgan. Mazkur ishlarning asosiy maqsadi yoshlar muammolarini hal qilish va ularning salohiyatini yuzaga chiqarish, ularni talab yuqori bo'lgan chet tillarga, kasb-hunarga o'qitish, tadbirkorlik va qishloq xo'jaligida ish faoliyatini tashkil etishga ko'maklashish, mavjud bo'sh ish o'rinlariga joylashtirish orqali bandligini ta'minlash, hayotda o'z o'rnini topish, huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirish, yuzaga kelgan ijtimoiy maishiy muammolarini hal etilishini ta'minlash orqali toifadan chiqarish choralarini ko'rish. Joriy yilning 20-yanvar kuni mahallalarda yoshlar bilan ishlash masalalarini muvofiqlashtirish bo'yicha Respublika komissiyasining navbatdagi yig'ilishi o'tkazildi va bir qator masalalar ko'rib chiqildi. Respublika komissiyasi qaroriga muvofiq joriy yil Mudofaa vazirligiga jinoyatchilikka moyil og'ir toifadagi 7921 nafar yoshlar biriktirildi. 2026-yilda jinoyatchilikka moyil yoshlar 8 ta toifaga ajratildi. Birinchi, probatsiya nazoratidagilar. Ikkinchi, yot g'oyalar ta'siriga tushib qolganlar. Uchinchi, muqaddam sudlanganlar. To'rtinchi, ma'muriy huquqbuzarlik sodir etganlar. Beshinchi, jinoyat sodir etgan voyaga yetmaganlar. Oltinchi, giyohvandlar, psixotrop va ularning analoglari hamda spirtli ichimliklarga ruju qo'yganlar. Yettinchi, mehribonlik uyidan chiqqanlar. Sakkizinchi, agressiv xulq-atvorli yoshlar. Ushbu muhim vazifalarni ijro etish maqsadida Mudofaa vazirining tegishli buyrug'i ishlab chiqildi. Buyruq ijrosini ta'minlash maqsadida vazirlikka biriktirilgan yoshlar bilan ishlash mexanizmi tashkil qilindi va yoshlar bilan ishlashda zaruriy hujjatlar namunalari keltirildi. Harbiy okrug, qo'shilma va hududlarda muvofiqlashtiruvchi shtablar tashkil etildi. Mazkur muhim yo'nalish bo'yicha belgilab berilgan vazifalarni samarali ijro etish maqsadida Mudofaa vazirligi chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik va yoshlar bilan ishlash departamenti tomonidan joylarda yoshlar bilan ishlashni samarali tashkil etish maqsadida uslubiy qo'llanma tayyorlab joylarga yuborildi. Ushbu yo'nalishda orttirilgan tajribadan kelib chiqib, bu yil yoshlar faqat rahbarlarga, ya'ni Mudofaa vazirligi markaziy apparati bosh boshqarma, departament boshqarma, bo'lim va xizmat boshliqlari, qo'mondonlar va ularning o'rinbosarlari, harbiy qism qo'mondonligi va muassasalar rahbariyatiga nomma-nom va mahallabay tizim asosida biriktirildi. Amaliy tadbirlar. Yoshga biriktirilgan rahbar birinchi navbatda unga biriktirilgan yosh yashayotgan mahallasiga borib, mahalla yettiligi, ya'ni mahalla raisi, hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi, xotin-qizlar faoli, profilaktika inspektori, ijtimoiy xodim va soliq inspektori bilan birgalikda tanishadi. Biriktirilgan yosh bo'yicha mahallada mavjud bo'lgan ma'lumotlar bilan tanishadi va mahalla yettiligi bilan ishlarni tashkil etish bo'yicha masalalarni muhokama qiladi. Biriktirilgan yoshni toifasiga qarab mahalla yettiligi vakili bilan birga biriktirilgan yoshning yashash manziliga tashrif buyuradi va o'zi hamda uning ota-onasi bilan uchrashuv o'tkazadi. Birinchi uchrashuv davomida yoshning yashash sharoiti, turmush tarzi o'rganiladi. Mahalladan olgan ma'lumotlarga aniqlik kiritadi. Ushbu yoshga Mudofaa vazirligi harbiy xizmatchisiga biriktirilganligi, kelgusida har qanday huquqbuzarlik va jinoyat sodir etmaslik majburiyati yuklatilishi tushuntiriladi. Ushbu harakatlar uchun qonunda belgilangan javobgarlik choralari mavjudligi haqida rasmiy ravishda ogohlantirilganligi to'g'risida tilxat topshiriladi. Biriktirilgan yoshning ota-onalarga farzandlari bilan muloqot o'rnatib, ijtimoiy himoya qilish va psixologik maslahatlarni tashkil etish masalalari yuzasidan ularga qulay bo'lgan vaqtda uchrashishga doim tayyor ekanligi to'g'risida xabarnoma taqdim etiladi. Yosh bilan uchrashuv natijasida so'rovnoma va ma'lumotnoma to'ldiriladi. Muhim jihati, biriktirilgan yoshlar bilan suhbat davomida yoshlarning qaysi toifaga mansubligi to'g'risidagi ma'lumotlar yoshning o'ziga yoki ota-onasiga oshkor qilinishi qat'iyan taqiqlanadi. Uchrashuv yakunida mahalla binosida bayonnoma tayyorlanadi. Agar biriktirilgan yosh ko'rsatilgan manzilda yashamasa, mahallada ushbu yosh to'g'risida hech qanaqa ma'lumot bo'lmasa, dalolatnoma rasmiylashtiriladi. Har bir biriktirilgan yosh bilan alohida uchrashuv o'tkaziladi. Agar yosh bilan uni yashayotgan xonadonda uchrashish imkoniyati bo'lmasa, uchrashuv mahalla binosida tashkil etiladi. Uchrashuv jarayoni foto yoki video tasvirga olinadi. Biriktirilgan yoshlar bilan ishlashning samarali tizim yaratishga qaratilgan individual dastur tayyorlab imzolanadi. Unda yoshning mavjud muammosini hal etish bo'yicha aniq chora-tadbirlar, amalga oshirish mexanizmi, muddati va mas'ullar belgilanadi.
Misol tariqasida yoshlarda ko'proq uchrayotgan muammolarni izohlaymiz. A. Bandligini ta'minlash. Olmos mas'uliyati cheklangan jamiyati, tuman obodonlashtirish bo'limi, tibbiyot birlashmasi va hokazoga haydovchilik vazifasiga ishga joylashtirish. Amalga oshirish mexanizmi. Olmos mas'uliyati cheklangan jamiyatdagi bo'sh ish o'rinlarini aniqlash, Olmos mas'uliyati cheklangan jamiyatdagi bo'sh ish o'rinlariga hujjat topshirish, Olmos mas'uliyati cheklangan jamiyatga ishga joylashtirish mazkur ishlar mahalladagi hokim yordamchisi tomonidan amalga oshiriladi. B. Subsidiya olish. Kambag'allikni qisqartirish davlat maqsadli jamg'armasi mablag'lari hisobidan tadbirkorlik, me'morchilik, hunarmandchilik kabi yo'nalishlardagi aniq loyihalar amalga oshirilishi uchun mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining 10 baravarigacha miqdordagi subsidiya olishiga ko'maklashish. Amalga oshirish mexanizmi. Tadbirkorlik, me'morchilik, hunarmandchilik va boshqa yo'nalishda aniq loyiha ishlab chiqish. Kambag'allikni qisqartirish davlat maqsadli jamg'armasi mablag'lari hisobidan subsidiya olishiga hujjat topshirish. Subsidiya asosida tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish. Mazkur ishlar mahalladagi hokim yordamchisi va ijtimoiy xodim tomonidan amalga oshiriladi. V. Xorijiy tilni o'rganish. Xorijiy til o'rganishga bo'lgan qiziqishi asosida Ibrat farzandlari elektron platformasi orqali xorijiy tilni o'rgatish hamda PDP o'quv markazida bepul xorijiy tillarga o'qitish. Amalga oshirish mexanizmi. Ibrat farzandlari elektron platformasi orqali ro'yxatdan o'tish va xorijiy tillarni bosqichma-bosqich o'rgatish. PDP universitetining o'quv markazida bepul xorijiy tillarga o'qitish. Mazkur ishlar mahalladagi yoshlar yetakchisi tomonidan amalga oshiriladi. Yoshga biriktirilgan shaxs zarurat tufayli mas'ullarga xatlar, eslatmalar, so'rovlar yuboriladi va ijrosini nazoratga olib, muammoni hal etishga ko'maklashadi. Yosh bilan harbiy vatanparvarlik ruhidagi va huquqiy savodxonlik yo'nalishidagi profilaktik tadbirlar o'tkazadi. Barcha hujjatlar 2 nusxada tayyorlanadi. Birinchi nusxasi biriktirilgan harbiy xizmatchida bo'ladi, ikkinchisi tuman, shahar shtabida saqlanadi. Yil davomida harbiy xizmatchi biriktirilgan yoshlar bilan har oyda kamida 2 marotaba uchrashib, muammolarni hal qilishga va salohiyatini yuzaga chiqarishga ko'maklashadi. Mahalliy hokimiyat mas'ullari bilan muammolarni hal etish bo'yicha choralar ko'rilganda muomala madaniyatiga e'tibor qaratiladi hamda harbiy xizmatchining nomiga dog' tushiradigan xatti-harakatlarning sodir etilishiga yo'l qo'yilmaydi. Joylarda eng ko'p uchraydigan xato va kamchiliklar. Tekshiruvlar natijasida ayrim dalolatnomalar noto'g'ri ma'lumotlar bilan to'ldirilayotganligi aniqlandi. Misol uchun, dalolatnomada biriktirilgan yosh bilan uchrashuv o'tkazilganligi haqida ma'lumot berilgan bo'lsa-da, uchrashuv fotolavhalarida yoshning ota-onasi tasvirlangan. Biriktirilgan mas'ullar tomonidan yoshlarning muammolarini hal qilish yuzasidan yuborilgan xatlar natijasi bo'yicha aniqlik kiritilmayapti. Misol uchun, hokimiyatga yuborilgan xatlar bo'yicha surishtirish ishlari olib borilmagan. O'z holiga tashlab qo'yilib, xatning natijasi bo'yicha aniqlik kiritilmagan. Yoshlar bilan uchrashuv natijalarida to'ldirilgan ayrim suhbat varaqlaridagi ma'lumotlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Misol uchun, yoshlarning telefon raqamlari noto'g'ri yozilgan. Respublika komissiyasi tomonidan tekshirilganda umuman boshqa shaxslarning telefon raqami ekanligi aniqlangan. Biriktirilgan yoshlar bilan har oy kamida 2 marotaba uchrashish, ular bilan profilaktik suhbatlar o'tkazish belgilab berilganiga qaramasdan, mas'ul mansabdorlar yoshlar bilan uchrashuv o'tkazmagan holatlari aniqlangan. Misol uchun, yosh bilan uchrashgan fotosurat lavhada sana ko'rsatilmayapti. Hujjatlarni tekshirishga taqdim etilganda isbotlovchi asos yo'qligi bayon etilmoqda.